Qayerdan topaman shunaqa narsalarni? Hoji aka, chiroyliligini qarang buni. Buni kim yasagan deysizmi? Bitta Tarraj qishloqida yashaydigan bitta Muslimbek ixtirochi degan bola yasab turadi. Chiroyliligini qarang, farasiga besh ketdi buni. Ukkiga o'xshagan faralar bor ekan, yoritishi juda ham zo'r ekan. Batareykasini qayerda deb o'ylaysiz? Bu kichkinaligini qarang u yer. Batareykasi tagida-da, kim ko'rsa shu batareykasi qayerda deb so'raverar ekan-da. Mana bu toychoqni ko'ryapsizmi? Bu 2700 ot kuchiga ega bo'lar ekan-da. Bitta gaz bosganda 35 ga chiqib, undan ham o'tkazib, mashinalarni ham olib qo'yar ekan-da, ko'rishingiz mumkin. Tormoz bosganda mana bu orqa chiroqlari yonar ekan. Hozir buni yoqamiz, kaliti ham bor ekan-da, ko'rishingiz mumkin. Burada zaryadlarni ham ko'rsatib turar ekan. Hoji aka, bosib yuborasizmi deyman-da. Uncha motoni olib qo'yadi menimcha bu. Chiroqlarini qarang, buni chiroqlarini. Shu videoga bitta like bosib, do'stlaringizga tarqatib, kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz, xursand bo'lardim, hoji aka. E'tiboringiz uchun rahmat lekin.